She'rimizni har bir so'zlarga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardik. Chunki bu she'rimizni sevgan insonimning eng yaqin sirdosh do'sti Xumoriga bag'ishlab yo'llamoqchimiz. Xumorini chin dildan sevib olmagan yoki shunchaki sevgisi uchun kurasha olmagan Salohiddinga bag'ishlab ko'pchilik muxlislarimiz talablariga binoan jonli tarzda yo'llaymiz. Shu qadar sevaman dediki, xuddi hech qachon tashlab ketmaydigandek. Shu qadar tez unutdiki, xuddi hech qachon sevmagandek. Sevaman degandim yolg'on dedilar, farqlaring yer bilan osmon dedilar. Lekin adashganim keyin bildilar, yurak yig'laganda afsus qildilar. Baxtning asosini davlat dedilar, baland uy qasr koshona dedilar. Lekin adashganim keyin bildilar, yurak yig'laganda afsus qildilar. Bir kuni sho'x shodon yurgan qiz birdaniga tushgan holatga tushdi. Chunki ana shu yuru ko'klarga ishonmay yurgan sevgan insoni xiyonat qilganiga haqida eshitdi. Lekin afsus o'sha mishmishlarning hammasi haqiqat bo'lib chiqdi. O'shanda erta tongda Xumora mana shu so'zlarni aytgandi. Baxt u go'yo yoningda. Shu qadar yaqinlik, lekin yuragingni uyg'otganida shu zahoti sendan uzoqlasharkan. Haqiqiy baxtning qadrini undan ayrilganingda, uni yo'qotganingda his qilarkansan. U ko'z oldingda bir lahza ham ketmay qolarkan. Uni har nigohingda, nafasingda, har yurak urishingda sezib his qilarkansan. Har lahza uning kulgulari, beg'ubor nigohlari, mayin tabassumi, shirin sho'xliklarini qalbingni tirnab, yodingga tushiraverarkan. Undan o'zga hech kim, hech bir kuch qalbingga malham bo'la olmas ekan. Faqat uning ko'zlariga tikilib, shirin ovozini, jondek so'zlarini eshitging kelarkan. Vaqt ana shu lahzalarda to'xtab qolishini istab qolarkansan. Bu qadrli lahzalarni qaytarmoq uchun butun vujuding bilan chora izlab, har qanday mashaqqatni yengishga tayyor bo'larkansan. Muhabbat va baxt senga shunday kuch-qudrat ato etarkan. So'rab kelsa do'stlar mabodo, u safarga ketdi deb ayting. So'rab kelsa agar bevafo, bu dunyodan o'tdi deb ayting. Ishonmanglar ko'z yosh to'ksalar boshlab bormang uni qabrimga. Tiriklikda qadrin bilmagan, endi qanday yetsin qadrimga.